2026-yil 11-iyun sanasi Surxondaryo Denovda 3 ta ona bola sigirimiz sotiladi. 4 ta edi, bu yana bittasini sotdik mana, dastavka bo'lyapti. 31,5 million so'mga dastavka qilib beryapmiz mana. Pritsepda ortilgan 4 ta edi, 3 tasi qoldi. Uchalasini narxi qancha polon bo'lardi? Yana bitta gapda O'zbekiston любой точкasiga yetkazaman aka, uchog'ini olganing so'ng. Uchalasini. Yana xohlagan narsasini bonus qilaman aka. Oshish bo'lsin. Buzov desa buzov qo'shib beraman, qo'y desa qo'y qo'shib beraman. Bu sigirimiz narxi qancha ekan? 30 million kam bor aka. 30 million so'm kam bor mana ona. Ikkinchi faol buzov erkak. Bolasi erkak mana, ho'kkicha yonida o'ynab turibdi. Nechta suti bor buni? 8 ta aka, sovib ko'rib olsin. 8 ta suti bor. Bu sigirimizchi? 24,5 dan olsin ikkovini bir joyga aka. 24,5. 25 dan bo'lsa ham 50 million, demak 49 million ekan ikkalasi. Bolasi mana urg'ochi bunisini. Yana bonus qilaman aka, bonus qilaman aka. Bonuslari bor yana dastavkachida. Dastavka aytayman O'zbekistonga ham. Mana bu sigirimiz holatini tanishtirak. Qiziqqan aka-ukalar 99lik kodi bilan 370446 raqamlariga bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bolasi bunisini urg'ochi mana. Elitacha.